to'g'ri nima taqsimlangan ish bo'lgan har qanday korxona yoki biznesda rahbar bekorchi bo'ladi. Rahbar bekorchi bo'ladi. Rahbar faqatgina qanaqadir nima deydi, muhim kritik masala yoki strategik qaysidir yo'nalishni o'zgartirish yoki juda ham bir muhim masalani o'zgartirishga aralashmasa boshqa vazifada aralashish kerak emas deb o'ylayman va bu narsaga qat'iy turaman. To'g'risini aytsam, o'zim nimaga magistraturani boshladim. Magistraturadan tashqari yana birinchi degan biznes klub ochildi, unga a'zo bo'ldim. Undan tashqari sport bilan aktivni shug'ullana boshladim. Yana boshqa nima deydi, ishdan tashqari nima deydi, narsalar bilan shug'ullana boshladim. Chunki asosiysi shu, to'g'ri tashkil qilingan korxonada, ish tashkil qilingan korxonada rahbarning vaqti uzog'i 1 soat ketishi mumkin bir kunda. Uzog'i 1 soat, bo'lmasa 2 soat. Bu ham bu qanaqadir uchrashuv bo'lsa, boya aytganingizdek, uchrashuvdan keldim, bo'ldi. Bugunga bitta shu uchrashuvim bor. Boshqa qanaqadir muhokama qiladigan yo boshqa mavzu yo'q.